odamlarni tuzatib qo'yadigan eshikni kaliti kimni qo'lida, kimdan o'sha kalitni olsak bo'lar ekan, eshikni qanaqa qilib ochish kerak ekan deb izlab bizni bilmabmiz. Endi qaraganimda bildim. Odamlarni isloh qiladigan eshik xotin kishi bo'lar ekan degan. Xotin kishi bo'lar ekan. Ey qizim, u isloh qiladigan eshikni kaliti qizim seni qo'lingda turar ekan. Gunoh juda katta yo'l. Juda keng yo'l. U katta yo'lga, gunohli yo'lga birinchi bo'lib qadamni birinchi xotin kishi bosadi, erkak kishi bosadi. Erkak kishi bu shunaqangi qadam bosadiki, u bosadigan qadamni qiyomatga qadar xotin kishi bosolmaydi, ey qizim. Ya'ni erkak kishi bo'lmasa, ayol kishini hech kim buzolmaydi degan. Ey qizim, gunohli yo'liga birinchi bo'lib ilk qadamni erkak kishi bosadi-yu, ammo seni roziliging bo'lmaganda u qadamni bosolmas edi deydi. Seni muloyimliging bo'lmaganda u qattiqlik qila olmas edi. Sen go'yo o'g'riga chiqib olib, marhabo uyimizga kelsinlar, tashrif buyursinlar, marhamat qilsinlar deb turib taklif qilgansan. O'g'li keldi. O'g'li kelib, seni butun narsangni o'g'irlab chiqayotgandan keyin voydod, odamlar yordam beringlar, meni o'g'ri urib ketdi deb baqirgan odamsan deydi. O'g'rini orqasidan quvlab chiqib baqirganingda o'g'rini topish ham mumkin. O'g'rini o'g'irlab ketgan narsasini ham topish mumkin. Ammo or nomus degan narsani o'g'irlab ketgandan keyin o'g'risini topasan, ammo or nomus o'g'irlangan qaytib kelmaydi.